rivoyat kelyaptiki, xuddi sizning masjidingiz kabi 3 yillab qurilmayapti, bitmayapti, bitish kerak. Imom domlalar dodlayapti. Bir kun imom turib olib, "O azizlar, payg'ambar alayhissalatu vassalam va'da qildilar. Kim Alloh uchun masjid qiladigan bo'lsa, quradigan bo'lsa, u uchun jannatda qasr bor dedilar" deb tursa, jamoatdan bittasi qo'l ko'taribdi. Birodarlar, shu qor kelib qolmasdan, sovuq kelmasdan, yomg'irdan, qor yomg'irdan avval shuni yopaylik deya imom da'vat qilyapti va hadislarni aytayapti. O'sha dalillarni aytayapti. Jamoatdan biri qo'l ko'tarib, "Domla" deyapti. "Shu so'zingizga javob berasizmi?" deyapti. "Qaysi so'zimga? Mana shu falahul jannada, falahul qasr deyapsiz-ku. Kim masjid qursa, u uchun Alloh taolo qasr quradi deyapti. Qasr quradi, qasr beradi deyapsiz. Qasrni rizq qilib beradi deyapsiz. Shunga siz javob berasiz. Shu so'zingizga menga xat yozib isbotnoma berasizmi?" deyapti. Qarang. Shu darajada ixlosli ekanda. Shu so'zingizga xat bilan javob qilasizmi deyapti. Agar menga qasr borligi haqida shunday xat qilib bersangiz, falonchi deylik, Aktamboy, O'ktamboy, Toshtemir, Bektemir, Abdusamad, Abdulloh, Eshonqul, qaysi biringiz? O'sha ismimga buni jannatda qasr bor deya yozib bera olasizmi deyapti. Qarang. Yozib beraman deyapti. Chunki imomlar jonda o'tib ketdi-da. Imom avora bo'lib ketibdi. Xalqida ko'pi baxilmishda. 3 yillab bo'lib ketyapti, masjidni ustini yopib olmayapti. Yozib beraman debdi, keling debdi. Kotibiga aytibdi, varaq qalam olib kel debdi. Olib kelibdi, yoza boshladi. Haza wasiqatun deyapti. Bu ahdnoma deyapti. Min Abdillahi, Allohning bir qulidan ismini yozyapti val imom. Ila fulan ibn fulan ibn fulan inshaalloh falahul qasr fil janna deyapti. Men palonchi imomdan palonchi bir hoji akaga o'sha masjidni qurib beraman degan, o'sha unga chek so'rayotgan, unga qog'oz hujjat so'rayotgan odamning ismini aytayapti-da, otalarining ismigacha yozib, shu masjidning imomi palonchi nimadan, imomdan, Allohning bir qulidan bu vasiqa, ishonchnoma, bu xatdir, bu isbotnomadir. Inshaalloh u kishi uchun jannatda qasr bor. Bu so'zni nimaga tayanib yozyapti? Umid qilyaptiki Allohning rahmatidan. Payg'ambar alayhissalatu vasallamning sizga yuqorida aytilgan so'zlari falahul qasr, jannatda unga qasr bor degan so'zlariga ishonib Rasululloh rost so'ylaydilar-ku, Rasulullohning va'dasi-ku bu deya yozib beryapti. Qarangda, yozib berdi, haligi xursand bo'lib, masjidni hammasini o'zim qilaman deyapti. Chunki qo'lida nimasi bor? Qo'lida cheki bor. Jannatda qasri bor degan cheki bor, ismi bilan, otasining ismi bilan turibdi. Yozib beradi. Mana yozib qo'yilgan, u qachon borsa jannatda mana shuni, ana iymon, ana e'tiqod, ana ixlos. Imom ham boya aytganimizdek ulamo kishi bo'lgan u kishi. Abdurrahman Abu Hatim olim ulamo bo'lgan u kishi. Allohning rahmatidan umid qilib, payg'ambar alayhissalatu vasallamning so'zini tasdiqlab shuni yozib beryapti. Va lekin yozib bersa ham banda u kishi ham olim bo'lsa, o'ylanar ekan har kuni. Men o'sha haligi masjid bitib qolsin deya, ey Robbim, meni uyaltirmagin deyapti. Qarang. Men uyim bitsin, shu imkonimiz o'sha kishining qo'lida ekan, bitib qolsin deya, men shu xatni yozdim-u, o'zing uyaltirmagin, Parvardigor olam. O'zing o'sha kishini jannat ahlidan qilgin va unga qasrni bergin. Robbim, men shu qiziqishda yozib qo'ydim. Meni afv qilgin deya har kuni qiynalar ekan, duo qilar ekan, qiynalar ekan. Bir kuni qarang, tushida ko'ryapti. Bir kuni kechasi tushida ko'ryaptiki, bir uzun bo'yli inson, ajabmas Jibril alayhissalom bo'lsa, kelyapti-da aytayaptiki, ey falonchi, ey Abdurrahman deyapti. Ammal masjid faqabilna deyapti. Ammo o masjid uni biz dargohimizda qabul ayladik deyapti. Qabul qildi Alloh taolo. Va ammal wasiqa fawathaqnah deyapti. Ana u shartnomani biz tasdiqladik deyapti. Amma ar-rajul fadakhalna faadkhalnahu fil jannati fa huwa al-an fil jannah deyapti. Ammo ana u kishi bo'lsa, biz uni jannatga kirgizdik, hozir u jannatda deyapti. Ertalab turib namozga boryapti-ki, ana u birodar nima bo'ldi desa, ey u kishi jon berdi deyapti. O'sha kechasi o'lgan ekan, qarang. Allohu akbar. Haligi imomni Alloh taolo qalbini xotirjam qilish uchun o'limini, hoji akani o'limini eshitishdan avval Alloh bashoratini berib qo'ygan ekan. Ammal masjid faqabilnah debdi. Masjidga kelsak, biz masjidni undan qabul ayladik. Qarang, Alloh qabul aylamasa, siz ming fursatdan qabul bo'lmaydi u. Dunyoda qolib ketadi. Jannatda yo'q.
Agar kim riyo qilib, kim boshqa bir maqsadlar uchun, nomim uchun yoki meni otim chiqsin deya, Alloh asrasin unday qilmang. Alloh uchun qiling. Alloh uchun qilgan ekanda u inson. Qarang, u ham sodiq mo'min bo'lib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni so'zlarini tasdiqlab qarang, qo'liga yozdirib olganini qarang. Allohu akbar. Ammal masjid faqabilnah. Masjidga kelsak, biz masjidni qabul ayladik debdi. Amma al-wasiqatu fawassaqnah debdi. U wasiqa nima? Ikki tomondan qilinadigan shartnoma. Ana o shartnomani bo'lsa biz tasdiqladik muhrimiz bilan debdi. Allohdan kelgan elchi aytayapti uni. Amma ar-rajul fa adkhalnahu fil jannati fa huwa al-an fil janna deyapti. Hali o'zi jasadi bu yoqda o'lib bo'lgan, lekin hali bashorat kelyaptiki, kishiga keladigan bo'lsak, ana o masjidni qurib bergan kishiga uni biz hozir jannatga kirgizib, u hozir jannatda deyapti. Allohu akbar. Hali vaholanki namozdan keyin, u hali bomdod namozdan keyin jon berib bo'lgan, jasadi hali yerda turibdi. Mana shunday bashorat kelyapti. Imom turyapti-da, Allohu akbar deya masjidga kelib qavmidan so'rasa, ana hoji akamiz nima bo'ldi? Hazrat o'tib qoptilar deyapti, qarang. Allohu akbar. Mana tavofuq bo'ladi. Alloh imkon bergan paytda qilib qoladi.